Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bu 2020-yilda ishlab chiqarilgan ko'ryapsiz, o'ta qattiq urilgan boshdan biqqanidan Kobul topib kelganmiz. Xudo xolasa Clint mashinasi, shu mashinani chiroyli qilib yangi ramaga terib idealni qilib beramiz mashinani. Xudo xolasa shu mashinaga qancha rasot ketishi haqida bitta chiroyli video qilib beramiz. Ko'ryapsiz mashinani holati, tomlarigacha ziyon etgan. Salon qismlaridan torpedalar haydab o'tmagan, salon qismlari xo'p. Eshiklarimiz, obshivkalarimiz mayda juda joylari ketgan-ku, lekin sidinalar ozgina ezilgan. Glavni qimmat narsasi torpedalarga ziyon etmagan. Xudo xolasa shu mashinaga mana shu darajada urilgan Cobalt'ga suyagini butun pashtaratni chiqishga nechta rasxod ketishi haqida bitta chiroyli video qilib beramiz. Shunaqa tepa bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, topib bergan $100 hadiyamiz bor, bizni kuzatib boring. Xudo xolasa mana ikkita Cobalt ramamiz tushirdik. Trellerda kelgan mana Andijondan Pramoy olib keltirib beramiz. Aloqaga chiqaverasiz, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bu Cobalt ramalar narxini so'raydiganlar bo'lsa, plus belgisini kommentariyada qoldirib ketsangiz, polni aytamiz. Cobalt rama, Gentra rama hammasi bor. Mana biz zakaz qilamiz, Pramoy olib kelib mana issiqxonamizga olib kelib ketyapti. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerini yozib qo'yamiz, ramaga terib ham beraveramiz. Shogirdlar xudo xolasa ishni boshlayapti. Mana mashinani o'zi haydovchilarni yechib, motorlarni tushirib olishga harakat qilyapti. Endi nimani yog'i oqyapti? Usta bo'laman, gaz baland ish bo'lyapti, xudo xolasa. Yerga tushib olyapmiz. Qovchamizni chapaq qo'yib, haydovchini qo'yapmiz. Suv ichib. Şuna zor bitmez zaten. İyi. Kobaltchamizni ham xudo xolasa mana motorlarni ustonovka qilib oldik. Ustonovka qilib, уже qisilish jarayonlari ketyapti. Mashincha Xo'p aka, mana. Cobalt'imiz radiator qo'yilyapti. Shogirdlarimizga topshirgan mashinchamiz ham xudo xolasa o'zi motorlarigacha tiqib oldik mana. Motorlari qo'yilib, ustonovka bo'lib, mana Sardor shogirdimiz ishlab yotdi. Mana Qashqadaryolik Do'mboq shogirdimiz ishlab yotdi. Seni Do'mboq debdim bo'laveradi. Haydovchilar bitti. Xudo xolasa. Mashincha o'zi bugun 3-kun ancha yaqinlashib qoldi. Bankalar bor ikkita bankalar. Qani bankalar qara qo'ydi. Bankalar qanday? Kichkina to'shakka o'ynab kiradi nega? O'ynab. Taqqan bo'lamiz. Oldi ish toptalardan. Aha. Zor. O'rtada men aslan ekandir, cho'chasiz.
Xohlasa Cobalt-chamiz ham polni polirovka qilinib taxlanyapti. Ish jarayoni ketyapti. O'xshamayapti. Ha, tormoz bosganda. Tormozlik ishga ishlamayapti, знаешь? Tormozlik ishga olgansizlarmi? Nima u? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana shogirdlarimizga bergan mashinchamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana shogirdlarga ishiga bitta baho berib ketaverasizlar. Xudo xolasa har doim aytganmiz, mashinani Stig va Zazorlar rulini edi. Oxirigacha ko'rsangiz, oxirigacha videoni oxirida ofshi qancha rasxod ketganligi haqida chiroyli video qilib beramiz. Mashinani ko'ryapsiz, Stig va Zazorlari standart bir xilda turibdi. Mana xo'p. Shogirdlarimiz qilgan ishlariga baho berib ketaverasiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Mashinani salon qismlarigacha ko'rsatamiz. Apshifkalari, normalar, tarpetkalar, polik chexollari yangi qo'yildi. Ofshini ish bilan rasxod ketganini oxirida aytib o'tamiz. Ko'rasiz, mashina mana shuni bir tomondan bir kundan qattiq urilgandi. Mana zazorlari standart turibdi. Mana bu fer zazorlari ham boshdan oxirigacha bir xil, kapot zazorlari ham bir xil. Ko'ryapmiz, xo'p. Bu tomondagi eshik zazorlari ham standartga chiqqan. Shogirdlarimizda, ya'ni mustaqil qilgan birinchi ishi o'zlari kraska qilib, o'zlari terdi, sal bizni ko'rsatib turdik. Bu mashina ketgan rasxodlarni o'tib ketamiz. 850 dollarga ramamiz olingan. 8 million so'm elektrik motoris, shumka qilish, polni kuzovini yig'ib, kraska qilib, mashina to yurish holatigacha meni taqimi 8 million so'm bo'lgan. Ofshi kuzov bilan meni taqiyu, qolgan mayda-chuyda narsa, buferlar, laboylar, eshiklar, mayda-chuyda narsasi ofshi mashinaga 36 million plus minus 35-36 million so'mma ketgan. Demak, Cobalt-ni bakanadan urilganda ofshi ketadigan rasxod ramaga terishsa ustaqi hammasi bilan 36 million bilan bitar ekan. Shunaqa DTP bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, top bergan $100 hadyamiz bor. Mashinchamiz ko'ryapsiz, tayyor bo'lgan. Bu sotilayotgan mashinamiz, bu klientning mashinasi, yig'ib berdik. Prosta bir maza qilib minsin. Shogirdlarning ishini bir qator baho berib ketaverasizlar. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Navoiydan, Qashqadaryodan kelgan Sardor va Vali shogirdlarimiz shu mashinamizni terib chiqdi. Hammaga rahmat.